Mo'ysafar jamoasi. Mana bugun biz Toshkent viloyati Bekobod tumanida yangi ikkita boksli samomoyka apparatini o'rnatdik. Bu birinchi boks, keyingisi ikkinchi boks o'rnatdik. Tak, bu yerda qo'shimcha qulayliklardan bonus tizimni o'rnatib berganmiz. Bonus tizimda o'zi 10 ming so'm tashlaymiz. Ekranda qancha ko'rinishini e'tibor berasizlar. Bonusda ko'rayotgan bo'lsangiz, 10 ming so'm bo'ldi. Bonusdan 10.500 so'm qilib ko'rinadigan qildik. Endi yana undan tashqari biz total stop tizimini ham qo'yganmiz. Ya'ni pistolet qo'yib yuborsa, ichkaridagi motor pompalar taqa-taqa o'chadi. Bu moykani egasiga tokni ekonom qilish uchun juda katta yordam beradi. Undan tashqari biz ikkita fleshka berganmiz moyka egasiga. Ya'ni bittasi bu VIP fleshka, ikkinchisi esa отчет. VIPda, ya'ni tiqilgandan so'ng barcha funksiyalar moyka egasi uchun VIPlashadi. Ikkinchisi esa fleshka tiqilgandan so'ng kirgan dohodni onlayn monitorda ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari telefonga ulab berish rejimini ham o'rnatib berganmiz. Bu boshqa davlatda bo'lasizmi, qayerda bo'lasizmi, через Wi-Fi orqali ulabtirib, telefon orqali kuzatib tursangiz bo'ladi. Endi ishlash tizimini ham ko'rsatamiz. Hozir penani bosamiz va penan pistoletdan chiqish jarayonini ko'rasiz. E'tibor bering, qanaqa ko'pirib, quyuq bo'lib chiqishiga sabab ichkarida joylashgan osmos tizimi, ya'ni filtr apparatining borligi moykadagi chiqayotgan shampunning effekti zo'r chiqishiga katta yordam beryapti. Siz bilan Mo'ysafar jamoasi bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.